Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan biz mini security kamera zakaz qilganmiz uzun marketdan. Bu juda qulay, uzoqdan masofadan boshqarsa bo'ladi. Buni Wi-Fi ga ulash kerak bo'ladi. Wi-Fi kamera hisoblanadi. Korobkasi shunaqa kichkina, ichida komplektatsiyasida faqat kamerani o'zi bo'ladi. Kamera mana shunaqa qadoqlangan salofanda bo'ladi. Bunga bizga qo'shimcha fleshka bilan quvvat manbai kerak bo'ladi. Quvvat manbai deganda nima? Misol power bank, zaryadchik yoki umuman olganda USB ketadigan, masalan, USB porti bor любой narsaga tiqsa ishlaydi. Demak, mini kameramiz ko'rinishi shunday. Mana bosh qismi yaqa bu yoqqa ligirovka bo'ladi, simga o'xshagan bo'ladi. Bu yoqqa to'rtburchak mana shunday mikrofoni bor ichida. Demak, fleshkamizni qo'yib olamiz. Zapis qilamiz fleshka. Fleshkani qo'ygandan so'ng hozir biz buni bizda sharoitda hozir power bankdan foydalanaman. Power bankda o'sha quvvat manbai qilib power bankka tiqib olamiz kamerani. Power bankka tiqqanimizdan keyin svechcha yonadi. Misol ko'k svech yonsa, demak ulangan bo'ladi. Zibros berish kerak bo'ladi. Bizda mana qizil yondi, hali telefonga ulanmagan. Demak, biz buni telefonga ulashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Play Marketdan V380 Pro programmasini skachat qilib olamiz hamda registratsiyadan o'tamiz. Menda registratsiyadan o'tilgan. Sizda o'tilmagan bo'lsa, telefon raqami orqali registratsiyadan o'tib olishni so'rab qolamiz. Men shunchaki terib mana kirganman, tayyor. Demak, buni ulashdan oldin birinchi Wi-Fi ga kiramizda qurilmamizga telefon orqali ulanib olishimiz kerak. Ulanib oldik. Demak, endi V380 Pro programmasiga kiramiz. V380 Pro programmasida tepada o'ng tarafda plus tugmachasi bor. O'shani bosamiz. Добавить Wi-Fi kamerani bosamiz birinchisida. Demak, подключить к точка доступani bosamiz. Разрешить всегдani bosamiz. Подключенияni bosamiz. Demak, nimani so'rayapti bizda? Uydagi kameramizga, uydagi Wi-Fi'imizga kamerani ulab qo'yishimiz kerak. Demak, uyda Wi-Fi routerimizga o'sha kamerani ulayapmiz. Men Wi-Fi routerimning nomi Shakarov parolni yozyapman. Shu borada o'sha mini Wi-Fi kameramizga ulayapmiz. Kamerani uzoqda boshqarish uchun ulab oldik mana. Uydagi Wi-Fi'imizga ulandi mini kameramiz. Bo'ldi, ulandi. Yo'q, biz o'sha kamerada qolishimiz kerak. Demak, соединение boshlandi. Подключенияni bosamiz. Подключение устройства. Разрешить всегда. Yoki всегда подключаться bosib qo'yamiz. Har safar so'raganda o'sha всегда подключаться yoki разрешить всегдani bosishimiz kerak. Aktivatsiya bo'ldi. Просмотр устройствani bosamiz ko'k tugmani. Demak, mana kameramiz ishladi. Kameramiz ustiga bosamiz. Mana playga o'xshagan belgicha turibdi. Ustiga bossak, kamera ishlaydi. Mana kameramiz ko'rsatyapti mana. Mana hozir mana basharang ko'rinishi. Ahamiyat bering. Mana bu security kamera. Bu agent 007lar uchun juda qulay. Nimalardir reja qilib yurgan bo'lsangiz, rejangizga o'ta mos. Misol uzoqda, masalan, o'zingiz qayergadir qo'ysangiz, o'zingiz nechadir kilometr boshqa joyda bo'lsangiz ham через Wi-Fi ishlayveradi. Rahmat e'tiboringiz uchun.